Avtobuslar qabristoni yoki poytaxt transportida tiriklayin ko'milgan mas'uliyat. Avtobuslarni qabristoni desak ham bo'ladi. Bu jamoat manfaatlariga nisbatan ochiq beparvolik, ayrim holatlarda esa iqtisodiy jinoyat alomatlarini ham eslatadigan holatdir. Ma'lumot kerak edi. Yo'q, men sizga ma'lumot beraman. Anteli mana qilsa ruxsat bersa. Cho'chitib qo'yishdi-da Yo'q, sizni. cho'chitishga emas. Agar mablag' ajratilmagan bo'lsa, uni ajratishi lozim bo'lgan mansabdor kim va u qayerda? Mana bitta ma'lumot kerak edi. Bu narsani bilasiz ham. Tasarruf etish muddati tugadimi bularni yo'q? Men bilmayman. Eng xavotirli jihat ushbu holatning yuqori idoralardan yashirilgan bo'lishi ehtimolidir. Ya unaqa bo'lmaydi. Xalq bilish kerak. Davlatni mulki hisoblanadi bular aka. Kichkina, hisoblatish kerak. Texnik xizmat uchun mas'ul shaxslar masalasi esa umuman qorong'u. Ular mavjudmi o'zi? Mana shu avtobuslar ham bir necha yil oldin, ko'p bo'lmagan muddat oldin sotib olinganda, lekin hozirda yaroqsiz holatga kelib turibdi. Ammo bir narsa aniq, avtobuslar qabristoni mavjud, demak bu tizimda muammolar tirik. Antikorrupsiya. Ta'bni xira qiluvchi kadrlar, to'g'rimi? Avtobuslar qabristoni yoki poytaxt transportida tiriklayin ko'milgan mas'uliyat. Poytaxt jamoat transporti tizimida yuzaga kelgan holatni oddiy xo'jasizlik, texnik uzilish yoki vaqtinchalik muammo deb atash o'zini ham, jamoatchilikni ham ongli ravishda chalg'itishdan boshqa narsa emas. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolavhani tomosha qilgan har qanday insonning qalbi larzaga keladi. Chunki u yerda gap alohida bir nosoz avtobus haqida emas, balki Toshshahar Tranxizmat aksionerlik jamiyati tizimida mavjudligi aytilayotgan, xalq orasida allaqachon avtobuslar qabristoni deb nom olgan hudud haqida bormoqda. Bu esa endilikda mish-mish emas, balki tizimli inqirozning ochiq va rad etib bo'lmas dalilidir. Ekspluatatsiya muddati hali tugamagan, davlat budjeti hisobidan sotib olingan avtobuslarning yo'lovchi tashish o'rniga noma'lum hududlarda chang bosib tashlab qo'yilishi shunchaki besaranjonlik emas. Bu jamoat manfaatlariga nisbatan ochiq beparvolik, ayrim holatlarda esa iqtisodiy jinoyat alomatlarini ham eslatadigan holatdir. Shu o'rinda ba'zi bir savollar yuzaga keladi. Agar avtobus nosoz bo'lsa, nega ta'mirlanmagan? Agar ta'mir uchun ehtiyot qism yetishmasa, nima uchun bu muammo oldindan hal etilmagan? Agar mablag' ajratilmagan bo'lsa, uni ajratishi lozim bo'lgan mansabdor kim va u qayerda? Bu savollar javobsiz qolgani sari avtobuslar qabristoni texnik muammo emas, balki javobgarlik, tiriklayin ko'milgan hududga aylanib bormoqda. Eng xavotirli jihat ushbu holatning yuqori idoralardan yashirilgan bo'lishi ehtimolidir. Vazirliklarga taqdim etilayotgan rasmiy hisobotlarda nechta avtobus harakatda deb ko'rsatilmoqda. Ular orasida amalda yo'lga chiqmagan, biroq qog'ozda ishlayapti deb qayd etilgan avtobuslar bormi? Agar bor bo'lsa, bu oddiy hisobdagi xato emas. Bu qog'ozdagi farovonlik orqali haqiqatni niqoblashdir. Texnik xizmat uchun mas'ul shaxslar masalasi esa umuman qorong'u. Ular mavjudmi o'zi yoki mansab bor, javobgarlik yo'qmi? Agar mas'ullar o'z vazifasini bajarmayapti, nega shu kungacha birorta intizomiy yoki huquqiy chora ko'rilmagan? Yana bir o'ta jiddiy savol. Nima sababdan mazkur avtobuslar avtobus saroyiga ham tegishli bo'lmagan hududda saqlanmoqda? Bu hudud kimning balansida? Kim nazorat qiladi? Yoki aynan nazoratdan qochish uchun shunday joy tanlanganmi? Bu yerda gap faqat transport haqida emas, bu boshqaruv madaniyati, ochiqlik va halollikning haqiqiy ahvoli haqidagi masaladir. Yangi rahbar sifatida Aziz Xo'janov ushbu holatdan xabardormi yoki yo'q? Ikkinchi darajali masala. Asosiy savol boshqacha. Xabardor bo'lgach sukut saqlanadimi yoki tizim silkinadimi? Chunki jamoat transportidagi har bir ishlamay turgan avtobus fuqaroning vaqti, qulayligi va davlatga bo'lgan
ishonchi o'g'irlanayotganligini anglatadi. Bu oddiy kamchilik emas. Bu davlat xizmatining obro'siga berilgan ochiq zarbadir. Savollar juda ko'p, javoblar esa hozircha yo'q. Ammo bir narsa aniq, avtobuslar qabristoni mavjud, demak bu tizimda muammolar tirik. Yuqoriga qanday axborot berilayotgani bundan ham hozircha xabar yo'q. Shu o'rinda Toshshahartransxizmat aksionerlik jamiyatining axborot xizmatiga ham ozgina e'tirozimiz bor. Siz bergan ma'lumotga qaraganda avtobuslarning umumiy soni 34 dona ko'rsatilgan. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda esa 44 dona avtobus nosoz holatda saqlanib kelinmoqda. Shulardan siz aytganchalik 16 ta Mercedes rusumli avtobuslarning ekspluatatsiya muddati tugagan bo'lsa-da, ammo qolganlarning foydalanishga topshirilganiga 4 yildan oshgani yo'q. Ha, aytish yoddan ko'tarilibdi. Siz aytayotgan avtobuslar saqlanayotgan joy hozirda boshqa korxonaga tegishli xususiy mulk hisoblanishini ham yodingizdan ko'tarilmasin. Sababi korxonalarga tegishli transport vositalari albatta o'z garajlarida saqlanishi shart. Aks holda korxona mansabdorlariga nisbatan javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. Yaqin kunlarda ushbu masala bo'yicha to'liq, aniq va hujjatlarga asoslangan ko'rsatuv jamoatchilikka taqdim etilishi kutilmoqda va o'sha paytda endi sukut emas, javobgarlik talab qilinadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Антикоррупция.